Podushkani ustida birinchi vichkasini dazmollab olishimiz kerak bo'ladi. Vichka oldi o'rtaga emas, shimda, yubkada bu yoqqa qaraydi, bokovoyga qaraydi. Bunga qomatni formasi dazmolda beriladi. Ya'ni borku, birinchi 3 santimetrni cho'zib olamiz. Mana bu cho'ziladi. Liboy bitta material cho'ziladi. Chunki mana bu joy ko'pincha kastoy bo'ladi-ku. O'sha hisobiga cho'ziladi. Buni cho'zganimiz evaziga bu yoq pasatka bo'ladi. Bu yana ham cho'ziladi. Ichalar paydo bo'ladi mana. Pasatkalar paydo bo'ladi. Bu pasatkani par bilan kirishtiramiz. Parda kirishtiramiz. Sonini chiqazib olamiz. Tepa qismida nabarot bu tarafga sonini chiqazamiz. Yog'ini bunday qilsak kirishib keladi. Qizlar mana bu birinchi mana forma berilmagani oldi qismi, ikkita oldini bittasiga forma berdik, bittasi mana forma berilmagan holatda qanaqa turibdi. Bu qanaqa turibdi? Mana forma berib dazmolda oyoqni mana oldi soni va tizzadan pastga ichkariga oyoqni kirgan xuddi tepa oyog'ini shaklini chiqazib berishimiz kerak. Mana bu joyda shishka chiqib qoldi. Razmerga mos ishlagan bo'lsangiz, mana bu joyda formada shishka chiqib maqlasizlar. Kesamiz. Yana qiyalarimiz. Hop, o'sha agar razmerga mos ishlangan bo'lsa, kesib tashlash noto'g'ri yoki korrektirovka berish noto'g'ri. Shishka bo'lib turibdi bizada. Biz agar shuni shundoq olib tashlasak, mana bunaqa qilib ishlasak, kesib tashlasak, xayolimizda zo'r turaveradi. Lekin bar ob'yomdan ketadi-ku bu. Endi buni nima qilamiz? Dazmolda ketkaziladi. Ana endi qizlar orqani formasida tekislab oldik, strelkalarni tushirdik. Orqani biz oldini mana bu tarafini cho'zib oldik, ha? Ana endi bunda teskarisi. Oyoqni qorinchasi bor-ku bizada orqada. Oyoqni qorinchasida nabarot bu yoqni anaqa qilib olamiz. Cho'zib, oyoqni qorinchasini chiqazib olamiz tizzagacha. O'xshab turadi. Bundoq bo'lib. Xuddi ichida soni bor, oyoq borga o'xshab turadi bu. Yubkada faqat bo'ksasida ishlanadi. Bo'y ko'rsatdimmi? Bo'ksasida. Mana bu joyda ikkita soni chiqariladi yubkada.